Keyinchalik u Amerika tarixidagi eng dahshatli jinoyatchilardan biri sifatida taniladi. 86-87-yillar oralig'ida u Filadelfiyada 6 nafar ayolni o'g'irlab ketadi. Ularni o'z uyining podvalida, o'zi qazigan chuqur ichida ushlab turgan. Ikki ayol bu yerdan tirik chiqa olmagan. Eng dahshatlisi bu hammasi oddiy uy ichida sodir bo'lgan. Tashqaridan qaraganda hech narsa shubhali emas edi. Oddiy mahalla, oddiy uy, shovqin yo'q. Qo'shnilar esa ichkarida nima bo'layotganini tasavvur ham qilmagan. Ammo uy ichida hammasi Heydrik nazoratida edi. Uning hayotida bu jinoyatlardan oldin ham ko'plab ogohlantiruvchi belgilar bo'lgan. U Ogayyo shtatida ulg'aygan, oilaviy muhit og'ir bo'lgan, otasi juda qattiqqo'l va bolaligidan bosim va kamsitishlar bilan ulg'aygan. Maktabda u ko'pchilikdan ajralib turardi. Odamlar bilan yaqin muloqot qilmasdi, ko'ziga tirik qarashdan qochardi. Lekin aqli juda ham kuchli edi. Uning IQ darajasi 148 deb baholangan. 17 yoshida u AQSh armiyasiga qo'shiladi, tibbiyot yo'nalishida tayyorgarlik ko'radi. Dastlab yaxshi natija ko'rsatadi, ammo ko'p o'tmay uning ruhiy holatida jiddiy muammolar boshlanadi. Unga shaxsiyat buzilishi tashxisi qo'yiladi va armiyadan bo'shatiladi. Keyinchalik u litsenziyali medbrat sifatida ishlaydi, lekin hayoti barqaror bo'lmaydi. Ishlarini yo'qotadi, odamlardan uzoqlashadi va bir necha bor ruhiy shifoxonada davolanadi. Onasi o'z joniga qasd qiladi, ukasi ham ruhiy muammolardan aziyat chekadi. Keyin Heydrik o'z cherkovini tashkil qiladi, investitsiya bilan shug'ullanadi. 80-yillarning o'rtalariga kelib, uning hisobida $500,000 ortiq mablag' bo'lgan. Tashqaridan qaraganda u aqlli, pul topa oladigan va normal hayot kechirayotgan odamga o'xshardi. Ammo bu obraz ortida zo'ravonlik allaqachon boshlangan edi. U ijarachisiga qarata o'q uzgan, ruhiy nuqson bo'lgan ayolni o'g'irlab, podvalda ushlab turgan. U hibsga olingan, sudlangan, lekin keyinchalik nazorat ostida yana ozodlikka qo'yib yuborilgan. Va aynan shundan keyin hammasi yanada og'irlashadi. Rafiqasi uni tashlab ketadi va u Heydrikni zo'ravonlik va tahdidlarda ayblaydi. Oradan ko'p vaqt o'tmay uning eng dahshatli jinoyatlari boshlanadi. 86-yilning 25-noyabri birinchi jabrlanuvchi 25 yoshli Jozefina Rivera. U Heydrikning uyiga olib kelinadi, podvalga tushiriladi, chuqur ichiga joylashtiriladi. Zanjirlar, qorong'ilik, chiqish yo'li yo'q. Keyin yana boshqa ayollar yo'qola boshlaydi. Bir xil uslub, bir xil nazorat, bir xil qo'rquv. 87-yil boshlariga kelib podvalda 6 ta ayol ushlab turilgan edi. Ularning yagona maqsadi tirik qolish edi. Geri Heydrik ayollarni faqat yashirib qo'ymagan, u ularni ruhiy jihatdan sindirishga uringan. Qo'rquv, ochlik, jazo va manipulyatsiya orqali ularni ustidan to'liq nazorat o'rnatgan. U kim qachon ovqat yeyishini, kim gapirishini, kim jim turishini va kim qanday harakat qilishini o'zi belgilagan. Vaqt o'tgan sari podvaldagi sharoit yanada og'irlashadi. Jabrlanuvchilardan biri 24 yoshli Sandra Lindsay og'ir ahvolga tushadi. Zo'ravonlik, kasallik va yordam ko'rsatilmagani sababli u hayotdan ko'z yumadi. Uning jasadi yashiriladi. Oradan ko'p vaqt o'tmay qo'shnilar g'alati hidni sezishadi. Politsiya chaqiriladi. Politsiyachilar uyga kelishganida Heydrik eshikni ochadi. U xotirjam ko'rinadi. Uning sababi kuygan ovqat ekanini aytadi. Politsiya podvalni tekshirmasdan ketadi. Ichkarida esa boshqa ayollar hali ham tirik edi, hali ham yordam kutayotgan edi. Keyin yana bir fojia sodir bo'ladi. 23 yoshli Deborah Dudley jazolash vaqtida elektr toki bilan bog'liq hodisa oqibatida vafot etadi. Ikkinchi ayol ham hayotdan ko'z yumadi, ammo tizim hanuz davom etardi. Hech kim qocha olmasdi, hech kim gapira olmasdi. Hammasini o'zgartirgan odam Jozefina Rivera bo'ldi. Heydrik unga ma'lum darajada ishonishni boshladi. Bir kuni u Jozefinani vaqtincha uydan chiqishga ruxsat beradi. U qaytib keladi deb o'ylaydi, ammo u xato qilgan edi. Jozefina qochadi, yordam topadi va politsiyaga murojaat qiladi. 87-yil 24-mart. Politsiya Heydrikni uyiga qaytadi. Avvaliga yana hammasi oddiy ko'rinadi, lekin ular podvalga tushadi. U yerda chuqur zanjirlar va tirik qolgan ayollar topiladi. Oylar davomida yashirilgan dahshat nihoyat fosh bo'ladi. Geri Heydrik hibsga olinadi. Bu ish butun Amerikani larzaga soladi. 6 ayol asirlikda ushlab turilgan. 2 ayol hayotdan ko'z yumgan. Hammasi oddiy ko'chadagi oddiy uy ichida sodir bo'lgan edi. Sudda Heydrik o'zini ruhiy nosog'lom deb ko'rsatishga urinadi. Ammo prokuratura uning harakatlari rejalashtirilgani, u moliyaviy ishlarni boshqara olgani, manipulyatsiya qilgani va nima qilayotganini tushunganini isbotlaydi. 88-yilda u aybdor deb topiladi. Unga 2 nafar ayolning o'limi, odam o'g'irlash va boshqa og'ir jinoyatlar bo'yicha hukm chiqariladi. Jazo o'lim jazosi. 99-yil 6-iyul kuni Geri Heydrik qatl etiladi. U Pensilvaniya shtatida qatl qilingan oxirgi mahkum bo'lib qoladi. Bu ish keyinchalik The Silence of Lambs filmdagi Buffalo Bill obraziga ilhom bergan voqealardan biri sifatida tilga olinadi. Qiziq bo'lsa, filmni ko'rib chiqing. Ammo haqiqat film emas edi. Haqiqat ancha og'irroq bo'lgan. Oddiy ko'rinishdagi odam va podvalda oylar davom etgan, hech kim tasavvur qilmagan dahshat yashiringan edi.